Siz ushbu joyni uyidan ham ko'ra ko'proq zinasiga qiziqib qolishingiz aniq. Butun oila a'zolaringiz bilan bir vaqtda chiqib tushsangiz ham qiynalmas ekansiz. 3 xonali, 80 kvadrat metrli 3-qavatda joylashgan ushbu domni sizga ko'rsatmoqchiman. Shunaqa cho'ntagingizga og'ir kelmaydigan takliflarni aynan foydali maydon loyihamizdan topishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'ygansiz-a? Gaz, svet, suv, kanalizatsiyaning muammosini qilmaysiz. Remontlari yaxshi holatda. Uy bilan birga mebellarni ham olmoqchi bo'lsangiz, buni ham iloji bor. Ularni alohida kelishib olaverasiz. Narxini aytib o'taman. $35,000 beraman deyishgandi uy egalari. Sizga ma'quldek ko'rinayotgan bo'lsa, ekrandagi nomerga bir telefon qilib ko'ring. Ajabmas yangi uyli bo'lib qolsangiz. Mehmonxonasini ham qarang. Kengina ekan, to'g'rimi? Yangi uyni ko'rgani kelgan mehmonlarni qo'rqmay shu yerda kuzataverasiz-da. Manzil ham men uchun muhim deysizmi? Unda eshiting. Qirguli mavzesi, mo'ljal, Neftchi stadionidan Temir bozorga burilganda yangi domlarda. Videoni kvartira olaman deb yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.